1 trillion dollarni tashish uchun 77 ta Boeing 747 yuk samolyoti tashuvchisi kerak bo'ladi. Lekin bitta savolda, qanday qilib biz shuncha pulni o'zib tashishimiz mumkin? Hammasi bitta 100 dollarlik kupyuradan boshlanadi. Agar shunday kupyuralarni taxlasak, bitta taxlam 10 ming dollar bo'ladi. Endi shu taxlamlardan 10 mingtasini yig'sak, qo'limizda 100 million dollar paydo bo'ladi. 100 million dollar. Nashraymisan? Hamar. Va eng qizig'i 100 million dollarni bitta standart paletga joylashtirish mumkin. Ammo uning og'irligi 1 tonnadan ham oshadi. Bizga 10 mingta xuddi shunday palet kerak bo'ladi. Lekin ularni oddiygina ustma-ust taxlab bo'lmaydi. Sababi juda ham oddiy. Ularning umumiy og'irligi 10 ming kvadrat tonnadan ham oshib ketadi. Bunday konstruksiya esa o'z og'irligiga bardosh bera olmaydi va qulab ketadi. Shuning uchun pullarni baland qilib taxlanmaydi. Buning o'rniga ular maxsus himoyalangan ulkan omborga joylashtiriladi. Har bir palet ehtiyotkorlik bilan ichkariga olib kiriladi. O'z joyiga qo'yiladi va shu tarzda butun ombor to'ldiriladi. Natijada atigi bitta omborning o'zida 1 trillion dollar saqlanadi. Lekin saqlash boshqa masala, uni boshqa joyga olib borish esa bundan ham qiyinroq bir masala. Avval yuk mashinalari bizga kerak bo'ladi. Jami 500 ta. Nimaga buncha ko'p deyishingiz mumkin? Sababini yaqinroq o'tiringlar, tushuntirib beraman. Chunki har bir yuk mashinasini qonuniy vazn chegarasi sababli 20 ta paletdan ortig'ini olib yura olmaydi. Shu sababli ularning karvoni ketma-ket tursa, 11 kilometrlik uzunlikka cho'ziladi. Ammo pullarni boshqa qit'aga olib o'tish kerak bo'lsa-chi? Mana shu joyda bizga do'stlar, o'sha biz gaplashgan Boeing 747 kerak bo'ladi. Hisob-kitoblarga ko'ra 77 ta Boeing 747 kerak bo'ladi. Har bir samolyot maksimal 130 tonna yuk ko'tara oladi xolos. Eng qiziq tomoni esa pul shu qadar zich va og'irki, samolyotning ichida hali bo'sh joy qoladi, ammo vazn chegarasi esa allaqachon to'lib bo'lgan bo'ladi. Endi oxirgi faktni eshiting. Agar siz shu omborga kirib, har kuni 1 million dollardan ishlatadigan bo'lsangiz, 2776 yil kerak bo'ladi. Tasavvur qilasizmi do'stlar? 2776 yil 1 million dollarga har kun nima olsa bo'ladi? Albatta kommentariyada shu masalaga javobingizni yozib keting. Va menga albatta obuna bo'lishni, videoga like bosishni unutmang do'stlar. Hammanglar bilan yana ko'rishamiz. 3 kundan keyin. Ko'rishguncha.